Alloh martabalarni ulug' qilsin. Rahmat kattakon. Xabaringlar bor. Mana Ramazonga biz chegirma e'lon qilgandik, ya'ni boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlagan oilalarni farzandlariga 5 ta operatsiyani bepulga amalga oshiramiz. Shuni bugun birinchisini amalga oshiramiz, xudo xolisa. Nafas olish qiyinchilik bilan murojaat qilib kelganlar. Biz rentgen qildik burunlarini. Ko'rishingiz mumkin, burun to'sig'ida keskin qiyshirish bor. Chig'anoqlarni hozir biz qisqartirilgan holati, bu juda ham kattalashib ketgan edi. Mana burun bo'shlig'ining o'ng tomoni, chig'anoqlarni ozgina koagulyatsiya qilganmiz, burun yo'lini sal ochganmiz. Chap tomonni ko'rishingiz mumkin, deyarli yopiq. Burun to'sig'ida keskin qiyshiriq bor. Chig'anoqlari doriga o'rgangan. Xudo xolisa shuni burunlarini ochib beramiz hozir. Mana ko'ruvchilar, bemorimiz operatsiyasini o'z nafasiga yetdi. Ko'rishingiz mumkin, mana burun to'sig'i to'g'rilandi, chig'anoqlar ham qisqartirildi. Mana tomoqlari ko'rinib turibdi. Xudo xolisa bemorimiz doridan qutuladi, yaxshi nafas olish boshlaydilar. Supi ichdi, yogurtlarni berdimi? Yarim stakan ichdi-da. Boshi aylamayaptimi? Ko'ngli aylamayapti? Yaxshimi? Biz shu bolamni nafas olish qiynalishi bilan keldik. Bosh og'rig'i, nafas olishga qiynalishi 5-6 yildan beri maktablarga borishdan qiynalib, darslarda o'tirsa ham bosh og'rib, burun bitishi, tomoq tez og'rib qolishi bilan qiynalib aziyat chekib kelyotgandik. Doktor Muhammadni videolarini ko'rib, Allohning izni bilan shu bola sabab kelib shu yerda hozir mana operatsiyalarga kirib chiqdi. Inshaalloh yaxshi bo'lib qoladigan umiddamiz. Doktorlarga, klinikaga, sharoitlariga rahmat. Juda yaxshi qarashyapti. Inshaalloh yaxshi bo'lib qoladi degan umiddaman. Tanjonlari sog' bo'lsin. Shu doktorlarning boriga shukr, shunaqangi bizga imkoniyatlar qilib berishgani uchun rahmatli etib qolaman. Allohga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Topganlariga baraka bersin. Alloh martabalarini ulug' qilsin. Tanjonlari sog' bo'lsin. Hamisha martabalari ulug' bo'lib, bunaqangi katta saxovatli ishlarni amalga oshirishda charchamaslar. Sizdagi mana shunaqa bolalarni sog'lig'ida, tiklanishida hamisha yordam berib, charchamay ish yuritursinlar. Alloh martabalarini ulug' qilsin. Rahmat kattakon.